Kazo-kazolarning farzandi bo'lsa ham hayotidan norozi. Oila bilan buzilgan munosabatlar, omadsiz turmush, yoshlikdagi qiyinchiliklar barchasini Maryam Tillayeva so'zlab berdi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Maryam Tillayeva O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Lola Karimova va tadbirkor Timur Tillayevning qizi. U 1999-yil 20-yanvarda Toshkentda tug'ilgan. Yoshligidan musiqa bilan shug'ullanib, fortepiano va gitara chalishni o'rgangan. Sahnada kuylagan. 14 yoshida AQShga ko'chib o'tgan va Bo'ston shahridagi universitetni tamomlagan. Hozirda u instabloger va havaskor xonanda sifatida faoliyat olib boryapti. Bolaligimda hayotim o'zimga tegishli emas edi. Maryamning Umar ismli ukasi va Sofiya ismli singlisi bor. U bolaligidan san'atga qiziqqan. Ota-onasi shu bois uni tomosha bolalar ansambliga bergan va u bir necha davlat tadbirlarida shu guruh bilan sahnaga chiqqan. Maryam ulg'aygach, onasi Lola Karimovaning xayriya fondi loyihalari doirasida mehribonlik uylari, maktab va kasalxonalarga borardi. Bolaligim yorqin, lekin murakkab bo'lgan. Men ko'p narsaning guvohi bo'ldim. Odamlarning qanday qilib bir-birini sotishga tayyorligini, eng yaqinlar kezi kelganda o'zgarib qolishini ham ko'rdim. Menda bolalikning o'zi yo'q edi. Hayotim menga emas, boshqalarga tegishli edi. Doim qo'riqchilar bilan yurar edim. Shaharni ham deyarli bilmasdim. Harakatim chegaralangan. Atrofimda faqat kattalar bo'lgan. Do'stlarim yo'q edi. Chunki doim barchaga shubha bilan qarashga o'rgatilgandim. 18 yoshga to'lganimda insoniy aloqalarni o'rnatishga, chuqur munosabatlar qurishga intilardim. Endi esa nihoyat mustaqilman. O'zim uchun yashayman, o'zim uchun pul ishlab topaman. Uzoq kutilgan ozodlik hissi men uchun eng bebaho boylik, deydi Maryam Tillayeva. AQShda Michael Jeksonning farzandlari bilan bir maktabda o'qigan. 14 yoshga to'lganida ota-onasi uni AQShning Los-Anjeles shahrida joylashgan maktabga o'qishga yuboradi. Maryam maktabni bitirgach, AQShning nufuzli universitetlaridan biriga kirib, siyosatshunoslik va huquqshunoslik yo'nalishida tahsil olgan. AQShdagi maktabda o'qiganimda o'shanda 14 yoshda o'tish davrim edi. Menga u yer yoqqan. Do'stlarim o'qiydigan maktabga bordim. Umuman olganda boshqa dunyoqarashlar, bolalar, men madaniyatning ko'p qismini shu yerda o'rgandim. Men o'qigan maktabda juda ko'p mashhurlarning farzandlari o'qir edi. Masalan, Michael Jeksonning farzandlari va yana boshqalar. Ota-onam meni mashhurlarning uyiga tashlab ketgan va shu orqali ular bilan yaqindan tanishishni istagan. Ukam aktrisa Helli Berrining qizi bilan do'st bo'lgan, deydi u. Kamsitilish, diniy ajratish va irqchilik. Onam UNESCOda elchi bo'lib ishlagani sababli turli mamlakatlarda, jumladan Fransiya, Latviya, Shveysariyada yashaganmiz. Ayniqsa Shveysariyada o'qiganimda musulmonlarga va qoramag'iz odamlarga nisbatan kuchli nafratim bor edi. Meni maymun deb atashar, ustimdan kulishardi. Bolaligimdan oilamning qilgan ishlari va qarorlariga javobgar emasligimga qaramay, doim o'zimni oqlashga majbur bo'lganman. O'sha vaqtdayoq meni juda qattiq tanqid qilishdi. Hattoki meni hojatxonalarga qamab qo'yishgan, qattiq urishgan holatlar ham bo'lgan. Tasavvur qiling, menga o'xshagan qizni ham urishgan. Ba'zi paytlarda hayotimga chek qo'yish istagi ham bo'lar edi. Bu o'y-hayollarimni ota-onamga ayta olmaganman, chunki ular o'z hayotlari, ishlari bilan band bo'lishgan. Yosh qiz uchun bu juda og'ir edi, ammo men bularni boshdan kechirib bo'ldim va endilikda tanqidga juda xotirjam munosabatda bo'la olaman. Chunki bunday tanqidlar mening kim ekanligim haqida emas, balki ularning qanday ekanini aks ettiradi deb o'ylayman. Ehtimol ular menga qarab o'zlaridagi nimanidir ko'rishadi va bu narsa ularni g'azablantiradi, deydi Maryam.
Islom Karimov bobo sifatida. U dunyodagi eng ajoyib bobo edi. Chet elga ko'chib ketgunimizcha men uning prezident ekanini ham bilmaganman. Hamma bobolar ertalab soat 8 da ishga kostyumda ketadi deb o'ylardim. U juda oddiy, quvnoq, dono inson edi. Men bilan katta odamdek gaplashar, ko'p narsani o'rgatardi. Bir kuni bobom suratga qanday tushishni o'rgatgan. Bir oyog'ingni oldiga, boshqasini orqaga qo'y degani yodimda. U ayol kishi uchun kitob o'qish, she'riyat, raqs, ayollarga xos nazokat muhimligini aytardi. U menga otalik qilgan deya olaman. Chunki bobom barcha oila a'zolarimizni birlashtirib turgan ustun edi. Endi u yo'q. Oilamiz ham ayro. Men uchun bobom hech kim tenglasha olmaydigan mukammal inson edi, deydi u marhum bobosi haqida. Bobosining so'nggi kunlari haqida. Uning so'nggi kunlarida buvim, oyim va men yonlarida bo'lganmiz. Otam o'shanda ukam hamda singlim bilan Los-Anjelesda qolgandi. Bobomning o'limidan so'ng bir holat ko'z o'ngimda qolib ketgan. Shifokor uning yuragi urishdan to'xtaganini aytganida hammamiz u yotgan xonaga yugurganmiz. Zinadan tushib borar ekanmiz, sarosimadan buvim va onamning oyoqlaridagi shippaklar otilib ketgan. Men o'shanda xonaga kirganimda bobomning yonida uzoq yillar birga bo'lgan kuchli, kopkatta, baquvvat erkaklar yurakdan yig'layotganini ko'rganman. Bu holat meni qattiq ta'sirlantirgan. Bobom bilan o'rtamizda juda katta rishta bor edi, deya xotirlaydi Maryam Tillayeva. Hech kimga bunday oila va hayotni tilamayman. Mening oilam boshqalarnikiga o'xshamaydi va hech kimga bunday hayotni tilamayman. Birgina buvim mening eng yaqin do'stim. Uni oyi deb ham atayman. Chunki bolaligimdan u menga ona o'rnida qaragan, mehr bergan. U mening barcha do'stlarimni taniydi. Hayotimdagi eng og'ir lahzalarda doimo yonimda bo'lgan. Uni juda qadrlayman, deydi u. Maryamni O'zbekistonga tanitgan voqea. 2021-yilda Maryam Tillayeva haqida xabarlar tarqala boshladi. Bunga uning rossiyalik bloger Amiran Sardarovga turmushga chiqqani sabab bo'ldi. Amiran va Maryam 2021-yilning aprel oyida Los-Vegasdagi mehmonxonalardan birida kichik davrada to'y qilib turmush qurdi. Maryam o'zidan 13 yosh katta blogerga ota-onasining qarshiligiga qaramay turmushga chiqadi. Timur Tillayev va Lola Karimova qizlarining bu ishidan xafa bo'lib, to'ydan keyin u bilan gaplashmay qo'ygan. Oradan ko'p o'tmay Amiran Sardarov Instagram sahifasiga rafiqasining ichki kiyimsiz suratini joyladi. Bu Maryamning o'zbek auditoriyasi tomonidan heytga uchrashiga sabab bo'ldi. Minglab insonlar uning Instagram sahifasiga obuna bo'lib, haqoratomuz so'zlarni yozib qoldira boshladi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari uni axloqsizlikda aybladi. Maryam yaqinda bergan intervyularning birida aslida bu holat uning tushkunlikka tushirgan bo'lsa-da, boshqa tomondan o'sha paytda uning Instagram kuzatuvchilari soni keskin oshgani sabab bo'lgani haqida aytib o'tdi. Meni fohisha deb atab tahdid qilishdi. Maryam yalang'och surati tarqalishi ortidan qattiq depressiyaga tushib qolgani haqida shunday degan. Men bunday suratimni hech qachon ijtimoiy tarmoqqa joylamagan bo'lardim. Rozilik ham bermaganman. Biroq sen har kunlik manipulyatsiya hamda tahqirlashga asoslangan munosabatlarda bo'lsang, sen insonning sevgisini yo'qotmaslik uchun, uni ranjitmaslik uchun hamma narsaga tayyor bo'lasan. U 35 yoshida ongli ravishda shunday o'yin o'ynadi. Amiran ijtimoiy tarmoqlar shunday ishlaydi, dedi. Sen hech narsani tushunmaysan, dedi. Bu hayb. Men uni qo'llab-quvvatlashim kerakligini aytdi. Buni ikkimiz uchun qilyapman, dedi. Men yig'ladim. Hozir esa shu haqda o'ylab, o'zimni shunchalik yerga urganimdan afsuslanib ketyapman. Uning postidan keyin menga tasavvur qilib bo'lmaydigan nafrat yog'ildi. Meni fohisha deb atashdi, o'lim tilashdi, tahdidlar bo'ldi. O'sha rasmni O'zbekistonda yashaydigan hamma ko'rdi. Uni qarindoshlarim, buvalarimga ko'rsatishdi. Bu men hayotimning oxirigacha shu sharmandalik bilan yashashga to'g'ri keladigan holat.
Erimning bu qilmishidan so'ng uni tushunmay qolgandim. Biroq uni sevganim uchun qo'llab-quvvatlab faqat o'zimga yomon qilardim. Oilam oldida, ota-onam, ukam, singlim, bobom, buvim va xalqimiz oldida uyatda qoldim. Shunda ham Amiran tarafda bo'ldim. O'shanda aqlim qayerda edi? Tushunmayman. U o'shanda birgina posti bilan ota-onam bilan munosabatlarimga butunlay nuqta qo'ydi. Ularni tushunaman. Amiran niyatiga yetdi. Meni oilam va do'stlarimdan ajratib qo'ydi. Men esa o'shanda o'zim tushunmagan holda juda qattiq depressiyaga tushib qoldim. Maryam va Amiranning turmushi 10 oy davom etdi. Ajrashgani haqidagi ma'lumotlarni birinchi bo'lib Amiran Instagram sahifasida e'lon qildi. Maryam esa bu ajrimga quyidagicha izohladi. Men 1,5 yil bu inson bilan yashab, qanday kunlarni boshdan kechirganimni hammaga so'zlab bermoqchi emasman. Bugun qanday his-tuyg'ular bilan yashayotganimni ham bo'lishmayman. Agar boshimdan nimalar o'tganini bilsangiz, shokka tushib qolasiz va menga rahmingiz kelgan bo'lardi. Men o'zimga achinishlarini xohlamayman. Shuning uchun ko'rgan kechirganlarimni faqat yaqin do'stlarimgina biladi. Ular yordamga muhtoj paytim meni qo'llab-quvvatladi. Men haqiqat tarafman. Odamlar aslidan ko'ra yaxshiroq ko'rinish uchun yolg'onlar to'qib chiqarishiga qarshiman. Men Moskvaga o'sha insonni sevganim, u bilan keyingi hayotimni qurishni istaganim uchun ko'chib o'tgandim. Yosh bo'lganim yoki nimagadir tayyor bo'lmaganim ayrilishimiz sababchisi emas. Bu inson haqida yomon gapirishni istamayman. Bizning ajrashganimizga menga o'tkazilgan ruhiy va jismoniy bosim sabab bo'ldi. Bundan tashqari men gapirishni istamaydigan boshqa sabablari bor. Men sodda va ahmoq bo'lgan ekanman. Shuning uchun ham boshimdan o'tganlarga qaysidir ma'noda o'zim ham sababchiman. Osmonda uchib yurgan ekanman. Chunki aytishim kerakki, bolaligimda maktabda juda ko'p tahqirlarni boshdan kechirganman. Musulmon bo'lganim uchun boshimni unitazga tiqishlar, haqoratlarni ko'rganman, kaltaklanganman. Ammo men 1,5 yillik turmushimda ko'rganlarimni hatto dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bu haqda gapirish juda qiyin. Sababi oilam, menga yaqin insonlarim va o'zim aziyat chekdim. U insondan bundan keyin meni, oilamni, buvimni umuman tilga olmaslikni so'ragan bo'lardim, deydi u. Suratlarimni o'chirish uchun $30,000 to'ladim. Men bir kompaniyaga sobiq erim va men haqimdagi barcha maqolalarni hamda yalang'och tushgan suratimni o'chirish uchun $30,000 to'ladim. Ular internetni tozalash bilan shug'ullanadi. O'ylashimcha, men haqimdagi barcha maqolalarni o'chirishsa, bo'lgan voqea hodisalar odamlarning esidan chiqib ketadi, deydi Maryam. Onamga tegishli restoran va salonlarga kirishim taqiqlangan. Xolam, buvim, amakivachchalarim bilan doim aloqadamiz. Onam bilan bolaligimdan kelishmovchiliklarimiz bo'lgan. Hozir ham ichimda alam bor. U ham mendan ranjigan. Hozirgi paytda onamga tegishli bo'lgan go'zallik salonlari, restoranlarga kirishim taqiqlangan. Onam bilan bir joyda o'tirib, gaplashib olishni xohlayman. Undan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan suratlar uchun kechirim so'rashni istayman. Ammo hozir oramizda faqat sukunat bor. Mana shu ichki olam nafrat esa menga ko'proq ishlashga motivatsiya beradi. Afsuski, shunday ona o'z qiziga ko'mak berish o'rniga u bilan raqobat qilmoqda. Meni faqat buvim doimo va beminnat qo'llab-quvvatlagan. Bolaligimda o'zimni yolg'iz his qilganimda ham, Amiran bilan bo'lgan ziddiyatlarda ham umuman har ishda meni tanqid qilish o'rniga tushunishga harakat qilgan. Buvim bilan onamning munosabatlari ham avvaldan yaxshi bo'lmagan. Umuman olganda, oilamizda juda ko'plab psixologik muammolar bo'lgan, deydi Maryam. Onam buvimdan xabar olmaydi. Hozirda onam bilan hech qanday aloqam yo'q. U yaqin qarindoshlarim orasida muloqotni butunlay uzgan yagona insonim. Bilasizmi, onamning xatti-harakatlari menga doim juda g'alati tuyuladi. U doimo boshqalarga o'zini yaxshi ko'rsatishga, ba'zida jabrdiyda ayol rolini o'ynashga intiladi. Biroq o'zi O'zbekistonga kelgan bo'lsa-da, onasining uyiga hatto qadam ham bosmagan. Uning shu kabi boshqa g'ayrioddiy odatlari bor.
Bu holat menga bir paytlar og'ir ta'sir qilar edi, lekin hozir bunga ko'nikkanman va shunchaki onamni boricha qabul qilganman, ammo ukam va singlim uchun achinaman, deydi u. Lola Tillayeva bilan Maryam o'rtasidagi ziddiyat sababi nimada? Biz 5 yildan beri gaplashmaymiz. Shunga qaramay mening ichki sezgim juda kuchli. Onam bilan muloqotda bo'lmasam ham qandaydir tarzda uning hayotida nimalar yuz berayotganini bilib turaman. Vaqt o'tishi bilan munosabatlarimizdagi muammolar ham ko'payib bordi. Qachon yarashishimizni bilmayman, chunki atrofdagilar onam haqida qancha ko'p yangilik eshitsam, u haqda shunchalik fikrim o'zgarib bormoqda. Go'yo onam tobora ko'proq o'zidan qochadigan va omma e'tiborini qozonish uchun har narsani bajaraveradigan odamdek ko'rinmoqda. Umuman olganda oilamiz tarixi murakkab, ba'zi voqealarni esa bobom, buvim va boshqa qarindoshlarimga hurmat yuzasidan oshkor eta olmayman. Shu bilan birga onamning menga qarshi nosog'lom raqobat qilishga urinishi g'alati. Bu so'zlarim albatta mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Axir men qanday qilib onamga raqobatchi bo'lishim mumkin? U meni dunyoga keltirgan bo'lsa. Men 50% onam, 50% otamman, deydi Maryam Tillayeva. Bunday oilani hech kimga ravo ko'rmayman. Maryam Tillayeva Instagramdagi obunachilardan birining bunday oilani hech bir insonga ravo ko'rmayman degan gapini ma'qullab, bu fikrga to'laqonli qo'shilishini aytib o'tgan. To'g'ri aytasiz. Xuddi shunday fikrni mening do'stlarim ham bildirgan. Hatto ularga bor voqeani to'liq aytib bermagan bo'lsam ham. Do'stlarim menga havas qilishmaydi. Nima bo'lganda ham yuqori mansab va pul kabilar asab, ko'z yoshlar va oilaviy mojarolarga arzimaydi. Men o'zim uchun qaror qildim. Bundan keyin hayotimdan faqat zavqlanib yashayman. O'zimga istagan ishni qilaman. Ochig'i, kim nima desa menga farqi yo'q. Men yaqinlarimning xatti-harakatlari uchun javobgar emasman va hammani qutqarish yoki yarashtirish ham vazifam emas. Men shunchaki o'z hayotimni yashayman va o'z oilamni quraman, deydi u. O'zbekistondagi heyt haqida. Instagram sahifamga salbiy izohlarni juda ko'p yozishadi, lekin o'zbek tilini yaxshi bilmaganim uchun heytning 90%ni tushunmayman. Heyterlar asosan ochiq suratlarim uchun menga sharmanda deb yozishadi yoki sen bizning pulimiz evaziga yashayapsan deyishadi. Ba'zan tushunishni istasam yordamchilarimdan tarjima qilib berishini so'rayman. Lekin bunaqa narsalarga e'tibor bermayman. Hozirda o'zbekchani o'rganyapman. O'z repetitorim bor. Bundan tashqari O'zbekiston for English dasturini yuklab olganman, deydi Maryam obunachilariga murojaatida. O'zbekistonga buvimni ziyorat qilish uchun bir oyga kelganimda Rossiyada trend bo'lgan izlayapman mavzusidagi kontentni takrorlab ko'rdim. Bu trendni nega odamlar bunchalik og'ir qabul qilishdi? Hanuz tushunmayman. Ehtimol ular chin dildan mening baxtli bo'lishimni istagandir, ammo mening videoroligim ostiga "Tavba, ajabo, qanday qilib bunday ish qilish mumkin? Sharmanda" degan izohlar yog'ildi. Shundan so'ng menga reklama takliflari kela boshladi va blog orqali daromad topish mumkinligini o'ylab ko'rdim, deydi u. Hozirda instabloger Maryamning Instagramdagi kuzatuvchilar soni 1600 millionga yetgan. Maryam Tillayeva intervyulardan birida 5 ta rus, ingliz, nemis, fransuz va ispan tillarini bilish haqida aytib o'tgan. Hamma narsang ortig'i bilan bo'lsa, o'zingni yo'qotib qo'yasan. Men ota-onamga ularning moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlashiga suyanib qolgandim. Hozir esa faqat o'zimga suyanaman. Shaxsiy jetda yoki oddiy samolyotda uchishning farqi bor. Lekin men nolimayman. Mustaqillik muhimroq. Qachonlardir men osmonda uchib yuradigan, do'mboqqina, o'ziga ishonchi past qizaloq edim. Atrofdagilarning yaxshi munosabati va do'stligini sotib oladigan qizcha edim. Hozir hamma narsaga real qarashim kerakligini tushunaman. Omadsiz turmushim uchun, hayotimda bo'layotgan barcha hodisalar uchun minnatdorman. Atrofdagi ba'zi boyvachcha tanishlarimga qarab, ular o'zligini yo'qotib qo'yganini anglayman.
Hamma narsaning ortig'i bilan bo'lsa, nimaga intilishni bilmaysan va shunchaki o'zingni yo'qotib qo'yasan, deydi u. Maryam yigiti Arno bilan qanday tanishgan? Instabloger 2025-yilning 2-yanvarida o'zidan 3 yosh kichik rossiyalik kichik tadbirkor Arno Kasyan bilan tanishdi. Ularning ilk uchrashuvi Fransiya Alpida joylashgan tog' chang'i kurorti restoranida bo'lgan. Arno Maryamdan 3 yosh kichik va o'zining shaxsiy biznesi bor. Maryam Tillayeva Arno bilan do'stlashib, shunchaki do'st bo'lgan. Hozirda esa Arno Maryamning qaylig'i. Dastlab men uni tortinchoq deb o'yladim, chunki tashqi ko'rinishi menga shunday taassurot qoldirgandi. Keyin suhbatlashib, do'stlashdik. Birga chang'i uchdik. Dam olishning 3-kuni do'stlarim Masha u seni yoqtirib qolganga o'xshaydi deyishdi. Bir kuni u ochiqchasiga menda ko'ngli borligini aytdi. Shu tariqa munosabatlarimiz boshlandi, deydi Maryam. Maryam uchun kutilmagan Merimi marosimi. Maryam 2025-yilning avgust oyida Fransiyaning diqqatga sazovor markazi Lojuvard sohillarida Arno tomonidan uyushtirilgan taklifni oldi. Arno doim avgust oyida qo'lingni so'rayman derdi. Men esa buni hazilga yo'yardim, chunki u tez-tez hazillashar va doim kulguli gaplar bilan atrofdagilar kayfiyatini ko'tarar edi. Munosabatlarimiz jiddiy ekanini ta'til vaqtida eng yaqin dugonamni ko'rib qolgach angladim. O'zimcha bu yerda u nima qilib yuribdi dedim. Dugonam esa mening tug'ilgan kunim-ku, shuning uchun Arno ham meni bu yerga taklif qildi dedi. Men mayli, mantiqan to'g'ri deb qo'ya qoldim. Ammo ular o'sha kuni tinmay pichirlashishdi. Arno dugonamdan nimalarnidir so'rab yurardi. Shunda ichimdan shubha paydo bo'ldi. Keyin dugonam menga hammasini aytib berdi. Bilishimcha Arno ikkisi uzuk masalasida maslahatlashgan ekan. Eng qizig'i, dugonam ingliz tilida gapiradi. Arnoning ingliz tili darajasi esa unchalik yaxshi emas. Ularning muloqoti oddiy va kulguli tarzda kechgan. U bilan oddiy do'stona munosabatda edik. Ammo O'zbekistonga safardan so'ng Arno butun oilam, do'stlarim va mening ko'nglimni zabt etdi. U men uzoq izlagan insonim. U meni yaxshi tushunadi, chin dildan sevadi. Bu munosabatlar shunchalik sokin va xotirjamki, unda na janjal, na tahqirlash bor. Rishtalarimiz haqiqiy sevgi va o'zaro hurmatga asoslangan, deydi Maryam Tillayeva. 2026-yilda Toshkentda to'y qilmoqchimiz. Biz O'zbekistonda nasib qilsa, shu yil sentyabr oyida to'y qilmoqchimiz. To'y 2 kun davom etishini rejalashtirgan, degan edi Arno 2025-yilda bergan intervyusida. Biz zamonaviy to'y qilmoqchimiz, lekin milliy urf-odatlar ham o'tkazish tarafdorimiz. Ayrim detallarni muhokama qildik. Toshkent joylashuv nuqtai nazaridan bizga qulay, chunki Amerikadan keladigan do'stlarimiz bor. Ular Rossiyaga bora olmaydi. Rossiyadan kelayotganlar ham bor. Ular esa Amerikaga yoki Yevropaga ucha olmaydi. Shuning uchun to'y Toshkentda bo'ladi, deydi Maryam. 5 yil deganda otam bilan yarashib oldim. O'tgan yilning kuz oyida Maryam otasi Timur Tillayev bilan munosabatlarini tikladi. Bunga yigiti Arno sababchi bo'lgani haqida Maryam shunday deydi. Yaqinda dadam bilan qayta gaplasha boshladik. Bizni Arno yarashtirib qo'ydi. U muzokaralarni ustasi. Biz dadam bilan ko'p yig'ladik. U mendan kechirim so'radi. Men esa ulardan. Eng muhimi, biz endi bir-birimizni eshitishga tayyormiz. So'nggi 5 yil ichida o'zimni juda yolg'iz, suyanishga va dardini aytishga hech kimi yo'q, yetimdek his qildim. Hozir esa istagan vaqtimda dadam bilan telefonda gaplashaman, fikr almashaman va bundan juda baxtiyorman. Juftingiz bilan sog'lom munosabatlarni yo'lga qo'yish uchun ota-onangiz bilan yaxshi aloqada bo'lishingiz kerak, deyishadi. Menda esa aksincha bo'ldi. Menga turmush qurish taklifini berishdi. Shundan so'nggina men ota-onam bilan yarashdim. Arno bu yordamni deyarli har kuni menga eslatadi. Buning uchun undan juda minnatdorman, deydi Maryam. Maryam kiyinishiga qancha pul sarflaydi? Instabloger Maryam Tillayeva moda haftaligiga kiyib kelgan kiyimlari hamda taqinchoqlarning umumiy qiymati $40,000 ekanligi haqida so'zlab bergan. Maryam hozirda nimalar bilan mashg'ul?
Maryam hozirda ijtimoiy tarmoqlarda bloger, ekofaol va ayollar huquqlari himoyachisi sifatida tanilgan. Shuningdek, okean tozaligi va ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish kabi bir necha ijtimoiy loyihalarda qatnashgan. Maryam xayriya ishlari bilan ham faol shug'ullanadi. U Afrikada yashovchi bolalarga bir necha marotaba yeguliklar, o'yinchoqlar hamda o'quv qurollari tarqatgan. Bugungi kunda men aktyorlik mahoratini o'rganyapman. Moskva shahrida tahsil olyapman va shu bilan birga ayrim loyihalarda suratga tushyapman. Shuningdek, podkastlarim ustida ham ishlayapman. Masha Tilli Talkda o'zbek shou-biznes olamidagi mashhurlar bilan suhbatlashaman. Munisa Rizayeva mehmonim bo'ldi. U shaxsiy hayoti haqida ochiq so'zlab berdi. Timur Alixanov esa haj safari, rafiqasi Farida bilan bo'lgan munosabatlar haqida aytib berdi. Bundan tashqari u bir necha bor xonandalikda ham o'zini sinab ko'rdi. Dugonasi instabloger Yunetta Akopyan bilan kuylagan dueti o'zbek tilida qiynalib kuylagani bois so'nggi vaqtlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Shu bilan Maryam Tillayeva haqida, bolaligi, oilasi, turmushi, ijodi haqida bilib oldingiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.